Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kun tartibidan o'rin olgan masalalar xususida hamkasbim so'z yuritadi. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi fraksiyasi yig'ilishida 2026 yil uchun davlat byudjeti loyihasi keng muhokama etildi. Xo'sh, partiyaning maqsad va vazifalari kelgusi yil uchun mo'ljallangan davlat byudjetida qanchalik aks etmoqda? Har doim davlat byudjet to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqishda albatta o'zimizni elektoratimiz Xalq Demokratik partiyasining dasturiy vazifalaridan bevosita o'sha ijtimoiy sohaga alohida e'tibor bergan holatda qonun loyihasini ko'rib chiqamiz va 2026 yil uchun ham ijtimoiy soha uchun ajratilayotgan mablag'lar ham salmoqli ekanligini ko'rib turibmiz va bizni quvontiradigan jihati bu yildan yilga ko'payayotganini ko'rishimiz mumkin. Albatta ushbu qonun loyihasida o'sha bandlik bilan bog'liq masala, aholini ish bilan ta'minlash, kambag'allikdan chiqarish, ta'lim, sog'liqni saqlash kabi eng muhim sohalarga ajratilayotgan mablag'lar ham bizni albatta e'tiborimiz markazida bo'ldi va bolalar yoki ayollarga ajratiladigan mablag'lar yoki aholining eng ijtimoiy qatlamlariga beriladigan dori-darmonlarni ajratiladigan mablag'larning summasini qay darajada o'tgan qaraganda yuqori yoki kam ekanligi bilan bog'liq savollar ham qo'yildi va bizni quvontiradigan jihati albatta o'sha davlat byudjeti sohasida ajratiladigan mablag'larni 55% ga yaqini ijtimoiy sohaga ajratilayotganligi. Fraksiya yig'ilishida shuningdek byudjet jarayoni takomillashtirilganligi munosabati bilan ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, mazkur qonun loyihasi qonun va qonunosti hujjatlari o'rtasida o'zaro muvofiqlikni ta'minlash, mamlakat byudjet tizimi va byudjet jarayonini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Qizg'in muhokamalardan so'ng qonun loyihasi fraksiya a'zolari tomonidan qo'llab-quvvatlandi.